Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun biz musulmonlar uchun nihoyat ulug' bo'lgan Qur'on kitobimizdagi ba'zi bir qissalarning davomliq aytishni davomlashtiramiz. Oldingi qitim biz iblisning takabburligi degan qissani anglagandik. Bugun bizning dunyoyimiz degan qissani anglab boqaylik. Undaqda hikoyamizni boshladik. Allah dunyoni yaratdi. Allah quruqlikni yaratdi, osmonni yaratdi, dengizlarni yaratdi. Allah quruqlikni bizning yashashimiz uchun makon qilib berdi. Bu yerda egiz tog'lar, cho'nqur jilg'lar, yop-yeshil o'rmonliklar, keng ketgan qumluq cho'l jaziralar, ko'llar, daryolar bor. Bularning hammasini Allah yaratdi. Ba'zi kishilar shaharlarda yashaydi. Yana ba'zi kishilar yezilarda yashaydi. Yana ba'zi kishilar bo'lsa qumluqlardagi kichik kapilarda yashaydi. Dengiz va quruqliq dengiz sohilda uchrashadi. Dengiz to'lqinlari o'zlarini to'xtovsiz holda dengiz qirg'oqlariga urib turdi. Dengiz to'lqinlarining kuchli shovqinlashlari qarmoqqa nihoyatim qo'rqinchli. Lekin Allah biz insonlarni uningdan qo'rqitmaydi. Chunki bu shovqinli dengizlarmi Allohning kontrolligida bo'ladi. Ba'zi vaqtlarda dengizlar kuchli bo'ronda qattiq shovqinlaydi. Egiz to'lqinlarda paraxot va kemalar qattiq silkinadi. Allah ularning hammasini o'z panohida saqlaydi. Allah ularni portlariga sog'-salomat yetkazadi. Allah zaminning ustida osmonni barpo qildi. Osmon kunduzi ko'k rangda, quyosh chaqnab hammamizga yorug'lik ato qiladi. Kechida osmon qorong'ulik qutuladi. Kecha osmonda oy yo'riydi, yulduzlar jimirlaydi. Ba'zida shamollar bulutlarni elib keladi. Bulutlar quyoshni to'sib olib bizga ko'rsatmaydi. Bulutlar ko'payib yomg'ir yog'ishga boshlaydi. Yomg'ir gul-giyolarni, dal-daraxtlarni pokiza tozalaydi. Havoni tozalab saplashtirdi. Yomg'irda barliq narsalar, uylar, yo'llar, mashinalar, hamma narsalar pokiz tozalanib, parqirab ketadi. Allah bu dunyoni biz uchun yaratdi. Biz bu yerda yashaymiz, bu yerda o'ynaymiz, bu yerda maktabga boramiz. Allah hammamizni yaxshi ko'rdi. Allah hammamizning xushalligini xohlaydi. Qanday kichik do'stlar, bizning dunyoyimizdagi hikoyamizni angladikmi? Alloh taolo bizga mana shunday go'zal dunyoni yaratib beribdi. Shunga biz Alloh taologa cheksiz shukrlar va hamd sanolar aytaylik. Undaqda bugungi hikoyamiz mush yergacha bo'lsin. Kelar qatimliq hikoyamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.